Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala cheksiz maqtovlar bo'lsin. Janaqirg'i payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi jana salovatlari bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli musulmon bir to'g'andar. Assalomu alaykum har damlar. Qayradan sizlar bilan biz Ilm Keni kanali. Damlar bilan jinlar turali maya ko'zda ulantamiz. Bir odamlarning beti tortilishib qoladi-ku. Şu beti tartılışıp kalgan, şunday paraliz bolgan, şulardagi jinlerdenmi damla? Bismillahirrahmanirrahim. Bu paraliz bo'lib qolishning sababi biz bu narsada haqiqatda odamda o'zini nervlar orqali bo'lishi ham mumkin. Biz bu narsani faqat jingagina to'ngab, faqat jindangina deb aytadigan so'z emas. Bu narsani haqiqatda meditsinada, tibbiyot olamida tabiblar orqali, doktorlar orqali bu narsani qaralib davolansa ham bo'ladi inshaalloh. Ko'p odam bundan ham shifo topadi. Xossatan bu ruqiya sohasida mana o'ziga jin kirish yoki jin shunaqa jin bilan musibatlanib, zararlanib qolish holatida paraliz holatlari ham kutiladi. Bir o'ng qo'li butkul ishlamay qolishligi yoki chap qo'li yoki ikkala oyog'i yoki bitta oyog'i umuman ishlamay qolishligi, ko'zi bir tomonga tortilib yoki og'zi bir tomonga tortilib shunaqa bir holatlar bo'lib qolishligi bu ruqiya sohasida jin olamida, ya'ni jinlangan, hasadlangan, sehrlangan odamlarning orasida bu tabiiy holat. Bu tabiiy holat bo'lib, ko'p holatda shunday bir holatlar bilan odamlar ziyonlanganligi ma'lum bo'ladi. Bunda albatta bu narsani bir ko'rgan holatda bu sendan jindan ekani aytilmaydi. Buni domla o'qiydi. Molda o'qiganda bu odamdagi agar shu kasalligi jindanligi albatta ma'lum bo'ladi. Biz bu narsani bir og'iz so'z bilan ha yoki yo'q deb aytib qo'ysak, ko'p odamlar ishonmashi mumkin, lekin o'zimizda mana ko'p holat bo'ladi. Oyog'i yurmagan holatda kelishadi. Shulardan bittasi bir bola mana shu doktorda yotadi. Oyog'i og'riganligi, oyog'i qattiq og'riganligi sababli doktorda yotgan 10 kun yotadi. Xususiy klinikada. Xususiy klinikada yotganda haligi bola 10 kun lechena qilinadi. 10 kun lechena qilingandan keyin hech qanaqa bir u bola o'zgarish topmaydi. Og'riq og'riydi, lekin pasaymaydi. Keyin shu doktordan chiqqan kuni shu keldi. Hali bolani o'qidik Allohning izni bilan. O'qilganda shu bolaning ichidan jin chiqdi. Ya'ni jin suyladi, sen jin gapirdi. Musulmonmisan, kofirmisan desam, kofirman dedi. Bu bolaga qayerdan kirgansan desam, buni uyini tashqarisida dedi, go'ng tashlaydigan yeri bor dedi. U kechinda shu haligi oti bor ekan, uyda moli bor ekan, shuni bee'tiborligi bilan shomdan keyin ham boshqa paytda ham shunaqa ko'p shu go'ngni oldida u bola yuraveradi ekanda, ish qilib, boshqa qilib. Shu paytda men kirib oldim bu bolaga dedi. Dedi, keyin Allohning izniga iymon keltirildi va ana shu jin shu boladan o'sha olib kelgan otasi ham bor edi shu mahalda. Otasi ham ko'rdik, hattoki jin bilan gaplashilganda jinning gaplarini ham eshitdi. Alhamdulillah Allohning iznidan bu narsa bu boladan bu jin chiqdi-da, iymon keltirib chiqqandan keyin hali boladan bu og'riq ketdi. Ya'ni bu bo'ladigan holat. Bu og'riq odamda boshida ham bo'lishi mumkin, qo'lida ham bo'lishi mumkin. Bu narsa bilan biz tibbiyot sohasini, meditsinani bu yo'q deb inkor qilmaymiz, lekin jinga ta'sir qiladigan ukol, jinga ta'sir qiladigan tabletga chiqmagan. Shu paytgacha. Bunga ta'sir qiladigan narsa bitta Allohning oyati. Chunki Alloh azza va jalla biz Qur'onni yer yuziga mu'minlarga shifo qilib tushirdik, zolimlarga hasrat va nadomat qilib tushirdik deyapti. Insonga kirgan, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh bo'lsin, katta bo'lsin, bularga kirgan jinlar hammasi zolim bo'lar. Hech qachon musulmon jin musulmon odamga zulm berish uchun kirmaydi. Chunki payg'ambarimiz al-muslimu akhul muslim. Musulmon musulmonning birodari, la yazlimuhu, unga zulm bermaydigan, uni tahqirlamaydigan va la yabziluhu, va uni yordamsiz qo'ymaydi musulmon birodar deyapti. Unga kirib ziyon beryapti, zarar beryapti, qo'l-oyog'ini ishlatmay qo'yapti, qo'l-oyog'ida og'riq paydo qilyapti, boshini qisyapti, uyqusini kedirishligi, undan boshqa berayotgan hamma shunaqa bir ziyonlar albatta u jinni musulmon emas ekanligiga guvoh bo'ladi. Dalil bo'ladi. Shu sababdan Qur'on o'qilganda
Allohning oyati haq, Allohning so'zi haq, ularga hasrat, nadomat bo'lganligidan toqat qila olmaydi. Dod deydi. Azoblanadi. Azoblangandan keyin bu narsa yo iymon keltirib musulmon bo'lib chiqadi Allohning iznidan yoki Allohning kalomi o'qilishligi bilan bu narsa inshaalloh albatta botil bo'ladi. Yo'q bo'ladi inshaalloh. Yer bilan yakson bo'ladi. Aynan uchun bularga o'qil ham, dori ham, tablet ham boshqa narsa ham ta'sir qilmaydi. Ta'sir qiladigan narsa bitta Allohning oyati. Yana bir misol, yosh qiz maktabda o'qiydi ekanda, shu oyog'idan qo'qqisdan haligi qiz ertaman yurmay qolgan. Keyin tayinasi paralejda oyog'i yurmay qolgani qo'qqisdan qo'qib ketgan. Ota bosolmayapman desa, bosolmagan, haqiqatda ko'tarib doktorga olib borgan. Adiyallarga o'rab sovuq payt edi. Keyin doktor haligini tekshirdi, boshqa qildi. Shu nimalar dedi bilmadim, qisqasi hali qizni ko'targan holatda meni uyimga olib kelishdi. Nima bo'ldi desam, shuni yurmay qoldi, doktorga olib borsak dedi. Shunaqa lecheniya narsalarda aytib dedi. Haligi endi tayda yig'layapti. Anaqada farzandi. Shunaqa bir qattiq holatda, xafa bir holatda tushgan holda kelishdi-da, keyin qo'ydik. Shu Allohning iznidan shu narsa bilan o'qilganda, haligi yosh qizni ichidan, maktab yosh qizni ichidan haligi jin chiqdi. Jin borligi aniq bo'ldi. Keyin haligi qizni qiz ichida gapirayotgan jindan qayerda kirgansan unga deb so'rasam, shu maktab orqasida deydi. Axlat bor, musur bor deydi. Bu qiz ashaka borardi. Men axlatdan kirdim deydi. Va Allohning izni bilan 5-6 marta o'qildi, alhamdulillah. Bu qizda ana shu mahalda jin chiqmadi u qizdan. Lekin jinni zararlari ketkizildi va mana shu o'qishni bitildi, o'qib bitdik qanchadir vaqtda. Hali qizga o'ziga kelgandan keyin bismillah oyog'ini ko'taring dedik. Alhamdulillah oyog'ini bemalol ko'tarib yurib, ya'ni ko'tarilgan holda kelgan qiz o'zi yurgan holda chiqib ketib yetdi. O'qishdan. Bunaqa holatlar o'qiydigan domlalar juda ko'p bo'ladi. O'qiydigan domlalar ichida shunaqa qo'l ishlamay qolib kelib ishlab ketishligi yoki ko'tarilgan holda kelib yurib ketishligi, bunaqa ko'p holatlarda, ko'p domlalarda bunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni bir gap bilan paraliz yoki insult degan narsalar albatta bu hijoma bilan yechiladi. Hijoma qilinishligi ularga shart. Insult bo'lib qolgan odam, qo'l-oyoq ishlamay qolgan odam agar hijoma qilinmagan bo'lsa, aybni o'zidan istasin. Hijoma qilinmagan bo'lsa, endi hijoma qilinishi kerak-da. Endi bu gap ham qanday gap kelib chiqadi? Bu hijoma insult bo'lgan odamga ham, hattoki reanimatsiyada bo'lsa ham hijoma qilinishi kerak. Hijoma qilinishligi va mana shu odamlar o'qilishligi kerak. Endi bu degani albatta bu Qur'on faqatgina jinga o'qilmaydi. Qur'on faqatgina jinga o'qiladigan narsa emas. Qur'on qandayki bir dard bo'lmasin, hamma dardga shifo niyati o'qiladigan narsa. Hech qaysi bir domlaning huzurida yo'q narsa Allohning huzurida. Ya'ni Allohning huzurida bor narsa hech qaysi bir mahluqotning oldida yo'q. Qaysi bir bemor domlaning oldiga bormasin, faqatgina bu narsa Allohning izni bilan tushadigan narsa, ya'ni shifo. Shifo bu Allohdan. Qur'on o'qilayotganda faqatgina bizda shunaqa bir tushuncha bor. U faqatgina jini bor odamlargina o'qitadi o'zini deb tushunishadi. Yo'q, jini bor odamlar emas. Bu narsa sahar bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Qanaqa bir dard bilan bo'lmasin, bu narsaga Qur'on inshaalloh ommadan shifo bo'ladi. Masalan, payg'ambarimiz istimalagan mahal ruqya qilinglar dedi. Chunki istima shaytondan dedi. Istima bolaga qanchalik bir anaqada istima kirishadi, ko'tarib olish doktorga yugurishadi. Xo'p, mayli doktorga yugursin. Bu narsani inkor qilmaymiz. Ular ham yaxshi qarab, bu ham bir Allohning bir sababi ular ham. Lekin ana shu mahalda shu uydagi odam o'ziga bekam bo'lib, Qur'onni o'qib, Qur'ondan dam solishligi, chunki payg'ambarimiz aytayapti, u narsani istamalagan mahalda bolani o'qinglar deyapti. Undan boshqa ayoli bo'lsin, otasi bo'lsin, opasi bo'lsin, shular istamalagan mahalda shifo niyati Qur'onni o'qiydigan bo'lsa, inshaalloh u odamdan bu narsa ketadi, inshaalloh. Keyin ham o'qib, ham doktorni ham sababini qiladigan bo'lsa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Alloh taolo berguvchi zot. Alloh taolodan so'rasak, Alloh azza va jalla beminnat berguvchi zot, faqat shifoga sababni ko'paytirishimiz kerak. Shifoga bitta yo'l bilan emas, balki ikkita, uchta yo'l bilan boradigan bo'lsak, Alloh taolo bittasini sabab qilib shifo beradi.
Shu sababdan mana shular inshaalloh. Darajadan ahsan bo'lgan darajaga o'tish kerak. Ha, albatta. Shu darajaga qo'llanadigan faqat niyat to'g'ri bo'lish kerak. Oddiy masalan qilayotgan narsa shunga borib o'qilsam yaxshi bo'lib qolaman deyish kerak emasda. Shunga borib o'qilsam yaxshi bo'lib qolaman degan sezim bo'ladigan bo'lsa, unda bo'lmay qoladi. Bo'lmasam shuni o'qitib ko'raychi, yaxshi bo'lib qolamanmikin degan sezim, niyat bo'ladigan bo'lsa, unda u narsa bo'lmaydi. Inshaalloh Qur'on shifo. Inshaalloh Qur'on shifo, o'qilsam yaxshi bo'laman degan haqiqiy chin sezim bo'ladigan, ixlos bo'ladigan bo'lsa, ixlos kimga? Allohga. Palonchi mo'lla kuchli ekan deb haligi odamlar fanat bo'lish kerak emasda. Kim zo'r chiqsa, ashanga borib u emas. Ixlos bilan o'qilsa bo'ldi, inshaalloh shu narsa kifoya qilinadi. Shuning uchun biz aytadigan narsamiz, bu savolga javob uzoqroq bo'lib qoldi. Ixlos qilib bu paralij yoki insult shunga o'xshagan narsalar, bu narsa jindan bo'lishi ham mumkin. Ko'p holatda jindan kutiladi. Kamdan kam holatda shu beti tortilish bo'ladi. Albatta, beti tortilib qolishligi ko'pincha jinni zarbidan bo'ladi. Jinni zarbidan keyin yana bir holati shu jin bo'lib turib odamni, ya'ni o'qilayotgan odam, unda jin borligi aniq. O'qilayotgandan keyin shu uyda shu beti tortilib qolishligi yoki og'zi bir tomonga burilib qolishligi, albatta bu narsa bu jindan bo'ladi. Endi nerv shamollashdan ham bu narsa ko'proq bo'ladi. Nerv shamollab qolishligi, albatta bu narsa igna bilan davolashli yo'llar bilan chechiladi. Lekin haligi bir tomoni masalan ko'zi bo'lmasam og'zi bir tomonga shunaqa bir moyil bo'lib suzilib qolishligi, dam solingan sedana yog'ini o'sha a'zoga siypasligi. Misol uchun shu og'izning bir tomoni ketib qoldi. Chorniy tumen, ha. Shuni og'zi bir tomonga qiyshayib ketib qoldida, shu odam nervdan bo'lsin yoki jindan bo'lsin, dam solinib turib, shu ruqiy oyatlar o'qilganda shu narsani kechki paytda, xosatan ertamanda yoki kuniga 3 mahaldan shu narsani siypab turiladigan bo'lsa, inshaalloh shu narsa ketishga sabab bo'ladi. Dam solingan suv, dam solingan tuz, shu narsani solib, suvni isitgan holatda yana shu namaka suv bilan shu o'zini bezovta qilayotgan a'zosini chayqab yuvadigan bo'lsa, ertamanda kechqurunda inshaalloh bu narsa ham shu odamga shifo bo'lishga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi. Agar bu narsa jindan yoki jinni zarbidan bo'ladigan bo'lsa, shu namaka suv bilan, dam solingan suv bilan yuviladigan bo'lsa, inshaalloh bu narsa ketadi. Keyin doktorga borib, doktor bergan shunaqa bir nima deydi, haligi davolash yo'llarini aytsa, mana shu davolash yo'llari bilan u odam davolanadigan bo'lsa, inshaalloh yo u bilan yoki bu bilan ketadi bu narsa.